Men o'ziga ishongan ayollarning ham eng katta qo'rqinchi bu tez qarib ketishi. Har doim men kompleks protseduralar bilan ishlab kelaman. Misol uchun, patsientga to'g'ri maslahat bergandan keyin yonligida puli bo'lsa, srazi bo'lmasa o'zligi aytishadi, keyin erta kuni yoki indin kuni deb kelishadi, albatta kelishadi. O'sha paytda, misol uchun, birinchi albatta yuzlarini chiska, o'xutli qilib top-toza qilamiz. Toza yuzga nima qilsangiz ham chiroyli rezultat chiqaveradi. Keyin yuzlarini holatiga qarab yoki beritilizant yoki egzosoma yoki nitlar bilan shug'ullanamiz. Biz kompleksni, misol uchun, 2-3 ta protsedurani bittada qilganimiz uchun ular juda ham yaxshi natijaga erishadi va xursand bo'lib ketishadi. Masalan, patsient ko'zim tagidagi chuqurlikni to'ldirib bering deb kelishadi. Lekin men ularni bilaman, yuzligida yana qanaqa muammolar bor. Shu muammolarni sekin patsientga tushuntiraman. Sizda mana bu joyingizda siz o'zingiz ko'rmayotgan, anglamayotgan muammolaringiz bor. Shularni mana shunaqa yo'l bilan hal qilsa bo'ladi, bularga maslahat beraman, ularga yoqadi va kompleks muolajalarimizni o'tkazamiz. Ko'z tagini to'ldiramiz. Yuzligi agar shuvsheniyali qurib ketgan bo'lsa yoki yuzi sifati yaxshi emas bo'lsa, egzosoma muolajalarini o'tkazamiz yoki yuzlari osilgan bo'lsa, nit muolajalarini qilamiz. Meni sirim shu kompleks muolajalarini o'tkazganimda, shuning uchun patsientlarda wow effekt sirazi chiqadi. Yuzligi juda ham chiroyli yosh holatga keladi va hamma davolni bo'lib ketadi. Shuning uchun ham patsientim ko'p. Agar sizlarga ham kompleksli muolajalarim qiziq bo'lsa, direktdan murojaat qiling. Qizlarim aloqaga chiqishadi.